Assalomu alaykum. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, dunyodagi barcha kasalliklar, minglab kasalliklar bor inson hayotida uchrab turadigan. Barcha kasalliklarning ichida gemorroy kasalligi 5% tashkil qilar ekan. Bu nima degani? Ba'zi bir kasalliklar bor 0.001% tashkil qilmaydi uchrash bo'yicha. Ba'zi bir kasalliklar bor 0.2-1% tashkil qiladi. Gemorroy 5% tashkil qilar ekan. Bu barcha kasalliklarning orasida. Odamlarda uchrashi protsenti bo'yicha demak 15% gacha tashkil qilar ekan. Bu Yevropa demak sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan berilgan ma'lumot. Rossiya sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan berilgan ma'lumotlarga qaraganda, insonlarning 50% hayot davomida bir marta bo'lsa ham gemorroy kasallik bilan og'riydi yoki uning simptomlarini his qiladi. Proktologiya sohasida gemorroy kasalligining uchrash protsenti 40%, 31-40% orasida. Bu juda katta son. Gemorroy kasalligi sizda, sizning qarindoshingizda, tanishingizda, boshqada, manda, kimdadir bo'lishi mumkin. Bu kasallik shunaqa kasallikki nozik joyda bo'lganligi uchun hammaga aytib, hammadan maslahat olib yurib bo'lmaydi. Eng yaqin tanishingiz bo'lsa ham, eng yaqin o'rtog'ingiz, eng yaqin oila a'zosi bo'lsa ham, undan bu kasallikdan qanaqa qutulish mumkin yoki bu kasallikni qayerda davolatish mumkin deb so'rashni o'zi insonga katta bir nagruzka, ya'ni psixически uyat deysiz, qanaqadir bir tortilish deysiz, nozik joy bo'lganligi uchun. Barcha gemorroy kasalligi bilan kasallangan bemorlarni odatda ikkita savol qiynaydi. Balki bu savol sizning ham qiynagan bo'lishi mumkin yoki endi qiynamoqdadir. Birinchi savol nima? Birinchi savol, gemorroy kasalligini dorilar bilan davolash mumkinmi? Ya'ni operatsiyasiz davolasa ham bo'ladimi? Bo'lsa qanaqa bor, qanaqa usullari bor? Bu haqda internetda titamiz, Instagramni titamiz, bir qayerda informatsiya bo'lsa, qanaqa davolash usullari bo'lsa, demak, ba'zilarimiz sinab ko'rganmiz, olib ishlatib ko'rganmiz, 6 oylab, 1 yillab ishlatib ko'ryapmiz. Ikkinchisi, unda operatsiya qildirishim kerak. Xo'p, operatsiya qildirish kerak bo'lsa, qanaqa usulda operatsiya qildirishim kerak degan savol qiynaydi. Demak, birinchisi dori bilan davolasam bo'ladimi? Ikkinchisi, operatsiya qilish kerak bo'lsa, operatsiyani qanday usulda qildirganim yaxshi? Mana shu ikkita savolga bugun javob qidirib ko'ramiz. Gemorroy kasalligi haqida to'liq ma'lumotlarni biz juda ko'p bir 3-4 ta video qilib chiqarganmiz. O'sha kanalimizda o'tib bemalol ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Bugun kasallikni davolash haqida chuqurroq va detallari bilan tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni u kasallikni qanaqa davolash usullari bor o'zi aslida. Agar biz operatsiya qildirmoqchi bo'lsak, qaysi usulni tanlaganimiz yaxshi, qaysi afzal, qaysining kamchiligi bor, qaysining yutug'i bor, qaysi budjetliroq, qaysi demak asoratlari kamroq bo'ladi. Aynan shu savollarga bugun javob qidirib ko'ramiz birgalashib. Demak, gemorroy kasalligini davolashni shartli ikkita usulga bo'lib olamiz. Eslab qolamiz, ikki xil usulga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchisi dorilar, ya'ni biz tilda aytgan medikamentozning lecheniya. Dorilar bilan davolash. Dorilar bilan davolash bu nimalarni o'z ichiga oladi? Asosan dorilar bilan davolashda vrach 3 ta narsani maqsad qiladi. Ya'ni bemorda 3 ta holat kuzatilayotgan bo'lsa, bemorga vrach dorilar yozib beradi. Birinchisi tromboz. Ya'ni gemorroy kasalligining asoratlaridan eng ko'p uchrab turadigan asoratlardan biri bu tromboz, ya'ni tugullarni tashqariga chiqib qolishi va natijada ko'karib o'sha laxta qon yig'ilib qolishi. Bu haqda ham oldingi videolarda gapirganmiz. Aynan shu trombozni eritish uchun antikoagulant saqlovchi, demak, mazlar, svichalar, malhamlar, gellar buyuriladi. Ikkinchisi qon ketish, ya'ni kровотечение. Agar bemorda qon ketish kuzatilayotgan bo'lsa, unda qon to'xtatuvchi preparatlar, svichalar, mazlar tavsiya qilinadi. Uchinchisi bu tugullarning chiqib qolishi vaspaleniya, ya'ni yallig'lanish holati yuzaga kelgan bo'lsa, aynan shu vaspaleniyani yo'qotish, yallig'lanishga qarshi preparatlar, og'riq qoldiruvchi preparatlar, svichalar, mazlar, gellar, tabletkalar tavsiya qilinadi. Aynan o'sha 3 ta demak ko'zlangan 3 xil asoratga yoki 3 xil gemorroy holatiga qarab turib biz lechina beramiz va lechinani natijasida mana shu asoratlarni kamaytirish, asoratlarni demak to'xtatishga harakat qilinadi. Lekin unutmang, bu yozib berilayotgan lechina, mazlar, svichalar, malhamlar, gellar, tabletkalar bular hammasi gemorroyni davolash uchun mo'ljallanmagan. Yana qaytaraman, bu tipadagi asoratlarni demak yo'qotish yoki bartaraf qilish yoki qaysidir momentgacha demak yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilinadi. Hech qaysi preparat yo'qki, hech qaysi maz, hech qaysi tabletka, svicha yo'qki, gemorroy kasalligini protsessini orqaga qaytarib yuboradigan. Masalan, 2 da turgan bo'lsa 1 ga turgan bo'lsa yo'qqa yuboradigan preparat yo'q. O'sha holatda ushlash mumkin, asoratlarni oldini olish mumkin. Demak, birinchi usul haqida gaplashdik. Medikamentoz usuli. Medikamentoz usuldan demak olgan xulosamiz nima bo'ldi? Gemorroy kasalligini dorilar bilan, mazlar bilan davolab bo'lmas ekan. Unda nima qilish kerak? Unda davolashni asosiy ko'rsatmasi bu xirurgik usul. Ya'ni ikkinchi usulimiz bu xirurgik. Jarrohlik usulida davolashni demak turlari ko'p. Bemorlar bu aytgandek, xo'p, gemorroy bo'lib qoldim.
operatsiya qildirsam, endi qaysi usulda operatsiya qildirsam ekan? Lazer qildirsammi ekan, qirqtirsammi ekan, kuydirsammi ekan, zamonaviy usullar chiqib ketdi, tiktirsammi ekan degan bir qancha savollar qarshisida qoladi bemor. Ba'zi bir vrachlarga borib uchrashganda vrach to'liq ma'lumot berishi mumkin. Ba'zi bir vrachlar o'zida o'sha boshqa instrumentlar yo'qligi uchun faqat bitta usul taklif qilishi mumkin. O'shanday vaziyatlarda ikkilanib qolmaslik uchun, to'g'ri tanlov qilishimiz uchun bugun sizlarga demak to'liqroq shu gemoroyni xirurgik usulda davolash usullari haqida demak ma'lumot bermoqchiman. Xirurgik usulda davolashni ham demak shartli ravishda quyidagi gruppalarga ajratish mumkin. Birinchisi operatsiyasiz usullar. Operatsiyasiz usullarga nima kiradi? Eng ko'p tarqalgan operatsiyatsiz usul bu ligator yordamida gemoroy tugullarga kolsa qo'yish. Ligator yordamida gemoroy tugullarga kolsa qo'yishda o'zining ko'rsatmalari bor. Ya'ni gemoroy tugun bo'lish kerak ichki gemoroy, bo'lish kerak ikkinchi darajali gemoroy, bo'lish kerak tugun qisilmagan, ya'ni tashqari chiqib qolmagan bo'lish kerak. Mana shunday holatlarda ligator yordamida kolsa qo'yish usuli hisoblanadi. Bu usul mutlaqo operatsiya hisoblanmaydi. Ya'ni hech qanaqa narkoz berilmaydi bemorga. Bemor operatsiyadan keyin bemor uyga ketsa ham bo'ladi, ya'ni yotishi shart emas. Kimdir yotishi ham mumkin. Va bir 10-14 kun davomida demak o'sha kolsa qo'yilgan tugunlar o'zi sekin pastga tushib ketadi. Bu operatsiyasiz usul. Ikkinchi usuli kam invaziv operatsiya usulidan keyin bitta teparoq, ya'ni kam invaziv usullar. Kam invaziv usullarga nimalar kiradi? Bularning eng birinchisiga demak infrakrasniy koagulyatsiya, ya'ni infraqizil nurlar yordamida gemoroy tugunlarini demak kuydirish, qo'pol qilib aytganda. Buni ko'p eshitganmiz, masalan, xitoyliklar keldi, shunaqa qilyapti, yarim soatda operatsiya qilaverar ekan degan narsalar. Aynan mana shu infrakrasniy koagulyatsiya yordamida demak tugunlarni kuydirib qo'yadi. Bu metod samaradorligi qanaqa? Bu metod samaradorligi shaxsan vrach sifatida aytaman, bu darajada qoniqarli emas, ya'ni yaxshi emas. Bu metod to'g'ri oldinlari juda ommalashgan edi, qachonki lazerlar chiqmasdan oldin. Hozirgi kunda bu metodlar deyarli qo'llanilmaydi. Endi qaysidir klinikalarda qolib ketmagan bo'lsa, pashti qo'llanilmaydi, pashti yo'q. Metodni demak aytgandek tugunni qirqmaydi, boshqa qilmaydi, o'sha qon tomirini kuydiradi, tugun o'zini kuydiradi. Faqat kamchiligi qaysidir momentda bemorda kasallik qaytalanish ehtimolligi yuqori. Tavsiyam bu usulda qildirmagan yaxshi. Ikkinchisi kam invaziv usullardan eng ko'p tarqalgan metod bu lazer yordamida gemoroy tugunlarining vaporizatsiyasi. Lazer nima? Lazer tushunishing. Lazer bu kesish apparati emas. Lazer bu kuydirish. Ya'ni oddiy tushuntiraman, lazer bu qo'pol qilib aytganda svarka qiladi. Svarka qiladi, yopishtiradi tugunlar bir-biriga. Xo'p, lazer yordamida gemoroy tugunlar vaporizatsiyasiga ko'rsatmalar qanaqa bo'lishi kerak? Hamma tugunni ham lazerda qilsa bo'ladimi? Yo'q, hamma tugun, hamma gemoroyda ham lazerda qilib bo'lmaydi. Lazerning o'zining ko'rsatmalari bo'lishi kerak. Gemoroy tugun demak, ichki gemoroy bo'lishi kerak, bir eng asosiy ko'rsatmasi. Ikkinchisi, tugunlar ikkinchi, uchinchi bosqichda turgan bo'lishi kerak. Agar gemoroy tashqi gemoroy bo'lsa, agar tugun 4-darajaga o'tib ketib qolgan bo'lsa, bunda lazer sizga yordam bermaydi. Lazerning afzalligi nimadan iborat? Lazerning afzalligi demak bemorga kam qonashlar, operatsiyani davomiyligi qisqa, operatsiyadan keyingi og'riqlar nisbatan pastroq, reabilitatsiya, ya'ni bemorning hayotga qaytishi ham tezroq bo'ladi. Bu lazerning afzalliklari. Lazerning kamchiliklari nima? Lazerning kamchiliklari bu aytgan tashqi gemoroy uchun qo'llanib bo'lmaydi. Gemoroy 4-bosqichga o'tib ketgan bo'lsa qo'llab bo'lmaydi. Eng muhim kamchilikdan biri bu lazerdan keyingi operatsiyalarda gemoroyning qaytalanish ehtimolligi bor. Qaytalanish ehtimolligi juda yuqori emas. Har holda masalan 10 ta odamdan deylik, bittasida, 20 tadan bittasida gemoroy qaytalanish ehtimolligi bor lazer bilan qilinganda. Lazerning mana shunaqa kamchiligi bor. Shu o'rinda lazer haqida bitta eslatma aytib o'tmoqchiman. Masalan, ko'pchiligimiz lazer haqida ko'p eshitganmiz. Kimdadir gemoroy bo'lgan doktorga borib, masalan, doktor ko'rdi, sizni osmotr qildi va sizga aytdiki, aka yoki singlim, opam, sizda demak gemoroyingiz bor ekan, tashqi ichki gemoroylaringiz bor ekan, lazer bilan operatsiya qilib beraman dedi. O'shanday vaziyatda bir 2 daqiqa o'ylab olish kerak. Hozir tepada aytib o'tgandek, lazerda tashqi gemoroy tugunlarini olishga kuch yetmaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda tugunni sundira olmaydi. Lazer bu kesish apparati emas, ya'ni kesish quroli emas. U kuydiradi, u vaporizatsiya, svarka qiladi, tugunlar bujumaytiradi, qo'pol qilib aytganda. Ha, lazer kesishi mumkin qaysidir momentda, masalan, bir kesish uchun foydalanadi. Lekin u lazerda ishlab chiqqan texnologiyasi bu kesish uchun yaratilmaganda, uni kuydirish kerak. U kuydirish uchun xizmat qiladi, qo'pol qilib aytganda. Demak, tashqi gemoroy bor, uni lazerda qilaman desa, demak, o'ylab ko'rish kerak. Bunda yo bemorni vrach aldayapti, ya'ni unda lazer yo'q, boshqa apparatda ishlamoqchi, yoki u sizda lazerda qilaman deb rostdan lazerda qilib, tugunlarni lazer bilan qirib olmoqchi. Tugunlarni lazer bilan qirib oldi nima, tugunni qaychi bilan qirib oldi nima, u farqi yo'q, bir xil narsa. Ikkovi ham qirib olinyapti. Ikkovi ham og'riq bir xil. Lazerda yana aytaman, vazifasi qirqish emas, uni kuydirish.
Shuning uchun ham kam jarohat deyiladi bu. Kam jarohat, maloinvazivniy metod. Ya'ni lazer qirqmasdan uni davolash kerak. Yoki sizga vrach aytayaptiki, sizda 4-daraja gemoroy bor ekan, men buni lazerda kuydirib beraman desa, buni ham o'ylab ko'rish kerak. 4-daraja gemoroy tugunlarini lazer torta olmaydi, ya'ni kichraytira olmaydi. O'zi paidiya, mana bu teoriya bo'yicha tortish mumkin. Lekin aniq aytaman sizga, 1 yilga yetar etmas o'sha tugunlar yana boshqadan o'sib chiqadi. O'shaning uchun maslahatim 2, 3 daraja va ichki gemoroy bo'ladigan bo'lsa, unda lazer qildiring. Tashqi gemoroy va 4-daraja gemoroy bo'lsa, lazer qilamiz desa, demak, bunda sal shubhaliroq gap bor. Xo'p, mana bunday holatlar bo'lishi mumkin. Ba'zi bemorlarda ham tashqi ham ichki gemoroy shakllangan bo'lishi mumkin. Shunda vrach sizga aytishi mumkin. Aka, masalan, sizda tashqi gemoroy bor ekan, ichki gemoroy ham bor ekan, darajalari har xil ekan. Men lazer bilan ichki gemoroylarni kuydirib beraman, tashqi gemoroylarni boshqa instrument bilan olib beraman desa, bunda ishonsa bo'ladi. Ha, mayli. Agar xohlasangiz, marhamat, ichki gemoroylarni lazer bilan qildiring, tashqi gemoroyni boshqa instrument yordamida oldirib tashlashingiz mumkin. Demak, bu lazer haqida umumiy ma'lumotlar edi. Keyingi kam jarohat yetkazadigan, ya'ni maloinvaziv usullardan hozirgi kunda ko'p tarqalgan usullardan biri bu Halrar metodika deyiladi. Halrar bu, demak, gemoroy tugunlarini kelayotgan arteriyalarni dezarterizatsiya qilib bog'laydi. Ya'ni topadi. O'sha yerda uni maxsus uchida datchik bor, ultrazvuk, xuddi mana qorin bo'shig'ini o'titdi qiladi-ku, o'zi apparat, xuddi o'shanga o'xshagan apparati bor. U qon tomirini topadi, borib, o'sha tomirni topgandan keyin o'sha joyda tikiladi qon tomiri, ya'ni dezarterizatsiya deyiladi biz tilimizda. Keyin mukapetsi lifting qiladi. Ya'ni tugunni tortib, boshqa joyga tortib tikib qo'yadi. Bu usul ham, demak, tugunlarni qirqmasdan xohlagan darajadagi gemoroyni operatsiya qilish mumkin. Bu usul ham juda effektivniy, juda ommalashgan usul. Lekin usulning kamchiligi bu nimada? Usulning kamchiligi qimmatligida. Apparat qimmat turadi. Masalan, oddiy operatsiyalarga taxmin aytmoqchiman. 1 million bo'lsa, u usulni qilish uchun 2 barobar qimmatroq. 4 million, 5 million pul ketib qoladi. Men taxmin aytaman. Bu yerda summalar muhim emas. Men karasiga solishtirmoqchiman. Bu yerda qimmatlik qiladi. Demak, qaytaraman boshdan. Birinchi operatsiya usuli bu ligator. Ikkinchisi bir qadam tepadagi usul. Bu kam invaziv usullar, infrakrasniy koagulyatsiya, demak, lazer yordamida vaporizatsiya, Halrar yordamida, demak, tugunlarning dezarterizatsiyasi, mukapetsi lifting bilan. Demak, bu kam invaziv usullar. Uchinchisi, demak, bu chista xirurgik usul, ya'ni traditsion metod, tugunlarni qirqib olish va uni bog'lash metodlari. Demak, tugunlarni qirqib olish qanaqa usullarda amalga oshirish mumkin? Birinchisi, an'anaviy va shu paytgacha qilinib kelayotgan, demak, qaychilar, pinsetlar, skalpellar yordamida tugunni qirqib olish. Tugun qirqiladi, tikiladi. Ikkinchisi bu elektrokoagulyatsiya. Hozirgi kunda, demak, 60-70% klinikalarda aynan shu elektrokoagulyatsiya yordamida tugunlar qirqib olinadi, tikiladi, bog'lanadi. Elektrokoagulyatsiya nima degani? Elektrokoagulyatsiya bu elektr pichoq. Elektr yordamida, pichoq yordamida qirqib olinadi. Ko'pchilik mana shuni lazer bilan adashtirib qo'yadi. Mana bizda lazer bor, mana shu bilan qirqamiz deydi. Kasalam umrida hech qachon ko'rmagan elektrokoagulyatsiya nima? Elektrokoagulyator. Shu lazer ekanda deb ishonib ketadi. Demak, bu ikkinchisi. Uchinchisi, zamonaviy usullardan biri bu qirqib olishni ligashu yordamida, ya'ni ligashu apparat yordamida qirqib olish. Ligashu nima? Maxsus qaychi bo'ladi. Maxsus qaychi bipolarniy elektrokoagulyatsiya tugunga borib ham qirqadi, kelayotgan qon tomirlarini koagulyatsiya qiladi. Ya'ni u qirqilgan joyda tikish shart emas. Keyingisi garmonik yordamida tugunlarni qirqib olish. Garmonik degan apparatda, demak, bu maxsus apparat bo'ladi. Bunda qaychisida ultrazvuk yordamida, ya'ni ultratovush yordamida tugunlar qirqiladi. Keyingisi Longo degan usul bor. Longo degan, demak, olim, italiyalik olim bu metodni o'ylab topgan. Bu sirkulyarniy qirqib oladi tugunlarni. Hamma joyda gemoroy tugunlarni qirqib oladi. Apparat maxsus orqaga kirib, o'sha yerda tugunlar qirqib, birdaniga stepler qo'yib tikib ketadi. Shu metoddan boshlaydi. Shu Longo usulini afzalligi yaxshi. Bemorda og'riqlar kam bo'ladi, demak, bemor ertaroq oyoqqa turadi, qiynalmaydi, orqa torayib qolish ehtimolligi nisbatan kamroq. Kamchiligi nima? Kamchiligi o'sha qo'yilgan steplerlardan, demak, cho'kib qochishi mumkin. Svish oqma yara kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan qo'yilgan anastomozlar, demak, yetishmaslik kuzatilishi mumkin. Mana bunaqa kamchiliklari bor va qimmat, metod qimmat. Demak, boshiga qaytadigan bo'lsak, demak, qaychilar, pinsetlar yoki skalpellar yordamida qirqib olish bu, demak, an'anaviy metodida hozir endi deyarli qilinmaydi, chunki ko'p joyda zamonaviy apparatlar, eng kamida elektrokoagulyatorlar bor. Elektrokoagulyator bu boya aytgandek elektronosh, ya'ni elektropichoq, o'sha yordamida tugunlar qirqiladi, tikiladi, qaysidir qon tomirlar, demak, qonayotgan bo'lsa, u bilan kuydiriladi va shu bilan operatsiya nihoyasiga yetadi. Metodning kamchiligi nima? Kamchiligi, demak,
bu birdaniya qirqish bilan kuydirish bir vaqtda ketmaganligi uchun kuydirish alohida bo'ladi. Bir qon yo'qotilish kuzatilishi mumkin operatsiya vaqtida. Undan tashqari kuydirish vaqtida katta energiya beriladi. O'sha joydagi to'qimalarni ajok berish mumkin, kuydirib qo'yish mumkin va natijada bemorda operatsiyadan keyin og'riqlar kuzatiladi. Bemorda o'sha mana ko'pchilik balki operatsiya qildirganini biladi, gemoroy qildirganman, og'riq ichida bo'lmaydi deydi. Aynan o'sha operatsiyalar mana shu elektrokalkulyator yordamida qilingan. Ko'p kalkulyatsiya berish natijasida u joyda vaspaliniya, отек, bemorni operatsiyadan keyingi davrda og'riqlar ko'p bizda qiladi. Bu elektrokalkulyator yordamida qilingan operatsiya. Va uchinchisi, demak, ligashuv yoki garmonik. Bu hozirgi kunda eng savremenniy, eng zamonaviy metod. Ligashuv, garmonik bu ikkala apparatdan ishlashi deyarli bir xil. Bittasi elektr tok bilan kelsa, bittasi ultra tovush yordamida qirqadi. Shu yerda so'rashingiz mumkin, tugullar bog'lanmaydi. Tugullar albatta bog'lanadi. O'zi poidiya qoidasi bo'yicha ligashuv yoki garmonik yordamida qilingan operatsiyalardan keyin tugullarni bog'lash shart emas, o'zi tavsiya bo'yicha. Lekin biz tugullarni ham qirqamiz, ham profilaktik jihatdan keyinchalik hayot davomida yana qaytalanib qolmasin degan maqsad tugullarni dezarterizatsiya qilib profilaktik jihatdan bog'laymiz. Bu ikki karra ishonchni orttiradi. Ya'ni gemoroy qaytalanmasligini ikki karra ta'minlab beradi. Apparaturalar demak hamma klinikada bo'lmasligi mumkin, chunki apparatura nisbatan qimmatroq apparat hisoblanadi. Tepada bir qator ma'lumotlarni, operatsiya turlarini sanab o'tdim. Bizni ko'rayotgan odamlarni yoki bemorlarimizdan ba'zilarida demak tabiiy savol paydo bo'lishi mumkin. Doktor, buncha gap cho'zibordingiz. Qaysi biri yaxshi? Men hozir doktorga borib qaysi birini aytaman? Gapingizni boshidagi gapingizni oxirgi gapingizga kelganda eslolmay ham qoldim degan savol paydo bo'lishi mumkin. Tushunaman, tabiiy, bu meditsinani hamma ham bir xil, ya'ni miyasida qabul qila olmaydi. O'shaning uchun men sizlarga aniq konkretni ikkita yo'nalishda aytmoqchiman. Siz operatsiya qildirmoqchimisiz vrachga borib? Ha, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, ikkita metodni tanlashingizni tavsiya qilaman. Birinchisi lazer. Lazerda bo'y ko'rsatmalarni aytdim. Ichki gemoroy bo'lsin, ikkinchi, uchinchi daraja bo'lsin. Agar sizda ichki gemoroy va ikkinchi, uchinchi daraja bo'ladigan bo'lsa, boshqa metoddan ko'ra lazer qildiring, tavsiyam shu. Agar sizda ichki gemoroy emas, tashqi gemoroy yoki aralash turdagi gemoroy yoki darajasi 2-3 dan katta 4-daraja yetib borgan bo'lsa, eng yaxshi metod bu ligashuv yoki garmonik. Tushunarli, demak, yoki lazer qildiring, yoki ligashuv yoki garmonik qildiring. Elektrokalkulyatsiya, pichoq, longo, fotokalkulyatsiya, qanaqadir boshqa metodlar, tepada sanab o'tgan boshqa metodlarimga boshlaringizni og'ritib o'tirmaydi. Vrachdan borib so'rang, sizda lazer bormi? Ha, bor. Bo'ldi, lazer qildiraman. Meni diagnostika qildiring, nima kasallik ekan? Gemoroy ekan, nechinchi daraja ekan? 2-3 ekan. Ichkimi, tashqimi? Ichki gemoroy 2-3 daraja. Bo'ldi, doktor, meni lazerda operatsiya qildiring. Tamom. Yoki doktordan so'rang, menda nima kasallik bor ekan, doktor? Ha, sizda deylik, masalan, tashqi gemoroyingiz bor ekan, ichki gemoroyingiz bor ekan. Darajalari уже 3-4-darajaga yetib boribdi. Unda doktor operatsiyani ligashuv yoki garmonik yordamida qilib berasizmi? deb bemalol so'rang. Doktorda bo'ladigan bo'lsa, qilib beraman, marhamat deydi. Bunda lazer deb doktorda ham o'zida ham boshini qotirib o'tirmang yoki bo'ldi, lazerda qilib beraman desa, ishonib ham o'tirmang. Bu shunchaki sizni aldash, shunchaki sizni ishonchingizdan yoki nozik tarafdan foydalanish bo'lib qolishi mumkin. Umumiy olganda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat. Videoni ko'rish davomida, demak, qaysidir ma'lumotlar esdan chiqib qolgan bo'lsa, videoni yana boshqatdan bir ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. To'g'ri, bu yerda demak ko'p ma'lumotlar berdim, har holda chalkashib ketish ehtimolligi bor. Shuning uchun bizni ko'rayotgan bemorlar videoni boshqatdan ko'rib chiqsangiz, o'zingiz uchun foydali ma'lumotlar berdim. Bu ma'lumotlarni hamma doktor ham sizga beravermaydi. Hamma vrachlar ham bu ma'lumotlarni sizga aytavermaydi. Bu bo'lsa faqat kasalga informatsiya berish, kasalni demak qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlash, kasalni ongini, bilimini ko'paytirishga qaratilgan ma'lumotlar. Bundan menga hech qanaqa manfaatdorlik yo'q yoki men bu videoni qo'yganim uchun menga butun meni tomosha qilayotganlar meni kartamga pul o'tkazishmaydi. Bu bo'lsa faqat sizni foydangiz uchun aytilgan gaplar. Savol paydo bo'lishi mumkin, shu o'rinda bir savolga javob beribdi. Sizlarda shu metodlar bormi deyish kimlardir savol paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, ha, bizda proktologik operatsiyalarni qilish uchun mana shu tepada sanab o'tgan hamma metodlarimiz bor. Hammasi bor. Xohlagan usulni xohlagancha sizga tavsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni bu hammasi ko'rikdan keyin, bemorni osmotr qilganimizdan keyin bu ma'lum bo'ladigan narsa. Sizga tavsiya qilinadi lazer, sizga tavsiya qilinadi boshqa metod, ligashuv, garmonik, boshqa metodlar sizga tavsiya qilinishi mumkin. Bu albatta ko'rikdan keyin. Qadrli do'stlar, o'ylaymanki video manfaatli, foydali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga foydali kontentlar, foydali videolar chiqarishda biz davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'linglar.